Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ha, Qoraqosh, gul ko'tarib olsan? Ustoz, meni tabriklang, uylanyapman. Uchrashuvga ketyapman ustoz. Ana bo'lar ekan-ku. Mana qara. Mana qara. Uylanadigan bo'lsang, uylanadigan bo'lsang, meni o'gitlarimni ol. Bu hayot yo'lida kerak bo'ladi. Tushundingmi? Oilada erkak kishini o'zini o'rni bo'lishi kerak. Tushundingmi? Ha, ana uylangandan keyin chimildiqda birinchi kechani o'zida kelinni qulog'ini to'lga qo'yaver. Duxini ol. Erkak kishi uyga o'zi xohlaganda kirib, o'zi xohlaganda chiqishi kerak. Tushundingmi? Shunaqa nozik taraflari ham bormi ustoz? Ha, ana shunaqa. Xo'pmi? Duxini ol. Bo'ldi ustoz. Oilani boshlig'i erkak kishi bo'lishi kerak. Bo'ldi. Rahmat ustoz. Rahmat sizga. Mayli. Men boray. Xotin. Xotinjon jahldan tushgan bo'lsangiz, uyga kirsam bo'ladimi? 8 soatdan beri ko'chada o'tiribman, qornim ochqib ketdi. Uyga kirmaysiz. Kerak bo'lsa, ertalabgacha o'tirasiz. Tushundingizmi?